Xitoyda e'lon qilingan bir tadqiqot dokladida Sharqi Turkistondagi emgak kuchlarini yetkash programmalarining Uyg'urlarning nopus nisbatini tovanlashni maqsad qilganligi o'tirg'a qo'yilgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatining osonlik millatlarga qanday bisim ishlatadiganligini isbotlaydigan tavsiyalar yer olgan. Tianjindagi Nanking universitetining akademiklar tarafidan tayyorlangan doklad 2020 yilning o'ttirlarida taqilib qolgan. Lekin dokladning bir nusxasi doktor Adrian Ziz tarafidan arxivlangan. Dokladda kishilik huquq mutaxassislari va ba'zi davlatlar irqiy qirg'inchilik deb tasvirlagan Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi bisimlari isbotlangan. Muhofizatchi gazetidagi xabarlarga qaraganda, Sharqi Turkistondagi kishilarni ishlashga va ishchilarni yetkazishga majburlagan Xitoy hukumati nomrodlikni azaytish siyosatini bahona qilib, bu ayblashni rad qilgan. Lekin Nanking universiteti akademiklar e'lon qilgan dokladda Sharqi Turkistondagi ishchilarning yetkilishining uzun muddatlik tadbir ekanligi o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, u Uyg'urlarning nopus zishligini to'valtib qolmay, balki yana Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatish, eritish va assimilyatsiya qilish uchun muhim ekan. Büyük Birlik Partiyasining raisi Mustafa Dastici 25 fevral Fox televiziya kanalida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlari haqida qayta to'xtaldi. U zarur bo'lsa Xitoyga qarshi urushma qiladiganligini ta'kidladi. U Turkiya parlamentida qilgan so'zida bu nuqtani yana bir qatim ta'kidladi. Dastici partiyasining har qanday ahvolda Sharqi Turkiston tarafda turadiganligini bildirib kelib, ba'zilar qanday qilamiz, Xitoy bilan urush qilamdiq deydi. Men deymanki, zarur bo'lsa urushma qilamiz. Biz dunyoda qo'rqadigan hech qanday bir davlat yo'q, ammo albatta urushdan burun qilinadigan ishlar bor. Qarang, iqtisodiy munosabatni to'xtatishmi bir urush, siyosiy munosabatni to'g'ritib qo'yishmi bir urush, embargo yurgizishmi bir urush. Albatta zarur bo'lsa harbiy urushma qilamiz. U mundaq dedi: Bizning buningga sukut qilishimiz yoki ko'rmasga selishimiz mumkin emas. Men uchuq deb kelyapman. Xuddi Armeniyaga ijro qilganimizdek, Xitoy Sharqi Turkistondagi ishg'olni oxirlashtirib, Sharqi Turkistondagi qarindoshlarimizga zulm qilishdan, ularga irqiy qirg'inchilik yurgizishdan voz kechmaguncha, biz Xitoy bilan bo'lgan barliq munosabatlarimizni to'xtatishimiz kerak. Joe Biden hukumati Amerikaning vaqtliq davlat bexatarlik strategiyasi hujjatini e'lon qildi. Washington hukumati kunsiri kuchayotgan raqibi Xitoy va Rossiyaga qarshi Tinch okean va Yevropadagi harbiy kuchini oshirdi. Hujjatda biz Amerikaning O'rta Sharqdagi manfaatini qo'g'dash uchun kerakli kuch qoldiramiz deyilgan. Dünya tartibidagi masalalarning ramkasini sizgan hujjatda Biden hukumatining davlat bexatarligi jihatdagi birinchi muhim ishi dunyodagi hamkorlik va ittifoqni asliga keltirish ekanligi ta'kidlandi. Amerikada xalqaro ittifoq va hamkorlikqa ahamiyat beradiganligi bayon qilingan hujjatda yer shari xarakterli masalalarni, bo'libmi klimat o'zgarishining hal qilish chorasini tepish uchun Washingtonning xalqaro tashkilotlardagi rahbarlik o'rnining qaytadan o'rnatiladiganligi baholandi. Pew tadqiqot markazi e'lon qilgan tekshirish natijasiga qaraganda 10 amerikalikning 9 Xitoyni o'z davlatiga tahdid qilgan. Natijada ko'rsatilishicha, Xitoyning kuchini cheklashni Amerikaning eng muhim ishi deb qaraydiganlarning nisbati yaqinqi 3 yilda 16% oshgan. Qanaqla bo'lmasin, o'zini Cumhuriyetçiler Partiyasi deb toniganlarning 72% va o'zlarining demokratchi ekanligini o'tirg'a qo'yganlarning 37% Xitoyga qattiq pozitsiya tutish, Beijing bilan kuchli iqtisodiy munosabat o'rnatishdan muhim deb qaraydi. Ziyorat qilinuvchilarning yana Xitoyning kishilik huquq masalasi, Hong Kong va Sharqi Turkiston rayonidagi kishilik huquq dafsandichiligini tilga olganligi o'tirg'a qo'yilgan. Türkiye Davlat Mudofaa Ministrligi bir harbiy tik ucharning tushib ketganligi to'g'risida bayonot e'lon qildi. Bayonotda Bingöl'dan uchgan Jogar tipli tik uchar bilan bo'lgan aloqaning Anqara vaqti 14:25 minut o'tganda uzilib qolganligi bildirildi. Izlash qutqizish xizmatlari natijasida meteorologiyalik sabablar tufaylidan tik ucharning qazoga uchirganligi va tik uchardagi 9 askarning qazo qilganligi eskartildi. Ministerlikning ikinci qatam e'lon qilgan bayonotida qazo qilgan askarlar sonining 11 ga chiqqanligi bildirildi. Qazo qilganlar orasida Osman Erbash ismli bir qo'mondonning borligi bildirildi. Yaralangan 2 askar doktorxonada davolanmoqda.